Amir avtosavdoda Jiguli ishqibozlari uchun 2107 mashinasi 2008-yil injektor motorda bo'ladi akalar. Mashina holati zo'r holatda turibdi. Yaxshi disk yumshoq bo'lib qo'yilgan. Motorlari ham zo'r holatda. Hech qanaqa rasxodlari yo'q. Mashinaga mejgar pultlar ustunovka qilingan, salonlarni o'qilib ko'rishinglar mumkin. Salonlari ham zo'r holatda turibdi. Yaxshi naktikalardan to'qib qo'yishdi, ko'rik po'llar solingan. Tablolarni ham cho'tka qilib tirib qo'yishdi akalar. Magnitofon kolonkalari bor. Temir gaz bo'luvchi ustunovka qilingan, GP ruxsatnomalarigacha ham bor. Texnik tomonlama hech qanaqa muammosi yo'q. Kraska holatiga keladigan bo'lsak, okamdan toshni bilmasaganlar, e'tiborlarda bor deyaptilar. O'zingiz uchun tekshirib, prerka qildirib olasizlar. Taglari ham butun chirigan joylar yo'q ekan. 100% javob beramiz deyaptilar. O'zlari uchun tekshirib, prerka qildirib olishadi deyaptilar. Okamiz bilan mashina narxini to'g'ri bo'ladigan narxi sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Spark'ga barter bor ekan. $2600 baholaydi. $2600 2008-yil minishga tayyor 2107 mashinasi. Spark'ini bo'lsa barter ham qilishar ekan.